Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Toshkent avtovokzalidan Rossiyaning barcha shaharlariga jo'nab boradigan reys va avtobuslarimiz yo'nalishlari bilan tanishtirib o'taman. Toshkentdan Kazanga, Nabережный Chili, Nijkamskiy, Beliy Buka, Almetinskiy shaharlariga, Orenburg shaharlariga reyslarimiz mavjud. Dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. 24/7 dispetcherlarimiz aloqada aziz hamyurtlar. Toshkent avtovokzali Sobir Rahimov. Davlat reys va avtobuslari yurib ketadigan peron qismida turibmiz. Ko'rib turganlaringizdek, davlat reys va avtobuslari UzAvtoTranslans davlat avtobuslari orqali reyslarimizni amalga oshiramiz. Biletlarimizni kassalarimizga kelib sotib olishingiz mumkin. Bir kun avval telefon qilsanglar ham bo'laveradi. Ism, familiyalarga va nomerlarga joylarda bron qilib beramiz. Kelib, qachon joy bor yo'qligini bemalol telefon qilib murojaat qilib so'rashinglar bo'ladi. Buxoroda, Vohada, Andijonda, Vodiyda turgan bo'lsanglar ham aziz hamyurtlar, bemalol to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Reyslarimiz juda ham komfortli, Rossiyaning yo'llariga javob beradigan avtobuslarda amalga oshiriladi. Telefon qilsanglar joylaringizni bron qilib beramiz. Yana bir bor aziz hamyurtlar, avtobusimiz sharoitlariga keladigan bo'lsangiz, zaryadlash uskunalari, kuller, issiq suv, sovuq suvgacha mavjud. Bemalol reyslaringizni amalga oshirsanglar bo'ladi. Telefon qilinglar, like, podpiskani unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.